Biz adolat to'g'risida suhbatlashganimizda doimo sahobalardan eng buyuklari, xalifalardan ikkinchisi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudan keyingi xalifa bo'lgan zot Umar radhiyallohu anhu ko'z oldimizda gavdalanadi. Zero kim ko'plab ulamolar adolat deganda Umar deganda adolatni tushunishgan. Shuning uchun ham Umar radhiyallohu anhu hayotidan ham bir qancha voqealarni keltirib o'tsak, Umar radhiyallohu anhuning eng katta adolatlaridan biri haqida suhbatlashadigan bo'lsak, Umar radhiyallohu anhu ukalari bo'lgan Zayd ibn Xattob. Mana shu ukalari Yamoma degan bir jang bo'lgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin. Yamoma jangi Musaylama Kazzob degan inson, ya'ni o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan inson va sahobalarning orasida bo'lib o'tgan, o'rtasida bo'lib o'tgan. Islom dini tugatildi, Muhammad alayhisalom vafot etdi. Endi men payg'ambarman. Menga minglab oyatlar nozil bo'ldi. Menga iymon keltiringlar deb Musaylama degan shaxs o'zini payg'ambarligini e'lon qilgan. Shunda sahobalar bilan bir necha bor o'rtada urush olib borgan. Musaylamaning qo'shini askarlari shunchalik ko'p ediki, eng zo'r, eng yaxshi tayyorlangan haqiqiy jangchi, spes bo'lgan askarlarning sanog'i o'zi 60 ming edi. Endi oddiy askarlarning sanog'i yo'q edi. Juda ham ko'p, o'sha vaqtning holatiga nisbatan juda ham ko'p askarga ega edi. Hattoki ba'zi rivoyatlarda keladiki, sahobalarning adadidan ham ko'proq edi uning askarlari. Shunchalik ko'p askarga ega edi. Mana shu jang bo'layotgan vaqtda Yamoma jangida Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning ukasi Zayd ibn Xattob ham qatnashadi va bu jangda Musaylamaning askarlaridan, tarafdorlaridan biri Abu Maryam degan shaxs Zaydni o'ldiradi. Umar radhiyallohu anhu ukasi Zaydni qatl qiladi, o'shda yutadi. Va natijada jangdan keyin Musaylama mag'lub bo'ladi. Albatta, Musaylama mag'lub bo'lib musulmonlar g'olib kelganida Zaydni o'ldirgan Abu Maryam ham iymon keltiradi. Sahobalarga qarshi chiqdi. Yana Umarning ukasini o'ldirdi. Shu holatida islomni qabul qildi. Oradan bir qancha vaqt o'tib Umar roziyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Umar roziyallohu anhu xalifalik davrlarida qayerda Abu Maryamni ko'rsa, "Vallohi innaka la uhib." Ya'ni Allohga qasam, men seni hech ham yoqtirmayman dedilar. Chunki har ko'rganda ukasining qotilini ko'rar edilar. Shunda Abu Maryam aytdiki, Umar roziyallohu anhuga qarab, "Atamni'uni haqqi bizalik?" Ya'ni mana shu meni yomon ko'rganing sabab endi meni haqqimni poymol qilasanmi sen? Ukangni o'ldirganman, haqqing bor, xunini olishing mumkindir. Qandaydir qilib rahbarsan, boshliqsan, bir yo'lini topib meni haqqimni poymol qilasanmi dedi. Umar roziyallohu anhu bir onda o'zlariga keldilarda, yo'q dedilar. Yo'q, haqqingni poymol qilmayman dedilar. O'z adolatiga qaytdilar. Hatto ukasining qotili bo'lsa ham nima qildilar? Tezda o'zlarini o'nglab oldilar, hissiyotga berilmadilar-da, shariatga qaytdilar, adolatga qaytdilar. Hattoki Umar roziyallohu anhu shunday adolat qildilarki, Abu Maryam o'z davrida musulmonlikni qabul qilgandan keyin ilm o'qib, xosatan islom huquqshunosligi, ya'ni fiqh fanini yaxshi o'zlashtirdi va Umar roziyallohu anhu xalifalik davridayoq Abu Maryamni Basra yurtiga qozi qilib jo'natdi. Qarang, ukasining qotili. Ukamning qotili, shuni o'rniga boshqasini jo'nataman demadilar. Haqiqatan yaxshi o'qigan bo'ldi Abu Maryam. Shu qozilik lavozimiga munosib ilmli bo'ldi. Garchi islomdan avvalgi qilgan ishlari bo'lsa ham Umar roziyallohu anhu ko'z yumdi, adolat qildilar va o'z davrlarida Basraga qozi qilib jo'natdilar. Demak, Umar roziyallohu anhu adolatlaridan biri.